Siz bilan Vodiy Zarafshon obuna bo'ling. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xullas do'stlar, mana bugun safarimning 123-kuni. Hozir ko'pchilik yozyapti, aka nimaga podpiska tashlamay qo'ydingiz, nimaga tashlamayapsiz deyapti. To'g'risi do'stlar, qaranglar. Allohning uyiga yaqinlashganim sari qanaqa ishtahalar ham yo'qoldi, uyqular ham yo'q, boshqacha bo'lib ketyapman. Mayli, sizlar xursand bo'linglar. Ko'pchilik aytayapti, siz obuna bo'lsangiz kuniga 50 ta, 100 ta obunachi kelyapti deyapti. Mayli, sizlar ham xursand bo'linglar. Sizlarga ham foyda bo'lsin. Bugundan yana Makkaga yetib borgunimcha, inshaalloh Makka Madinaga yetib borgunimcha 2000 ta odamga obuna bo'lib tashlayman. Bosib tashlayman. Qiziqolmayman. Meni bilasizlar, mana 1000 tadan oshiq odamga obuna bo'lib tashlaganman. Hech narsa qiziq emas. Bu narsa o'tib ketadi. Shuni o'ylab men hammaga bosib tashlayapman. Qaytib olmayman do'stlar, 100%. Bosib kimga istora qo'yishman, nima bo'lsa hamma yaxshiliklar qilaman do'stlar. Men shuncha bet mana reklama olmay keldim. Chunki do'stlar, meni yo'nalishim boshqacha edi, bilasizlar. Men talant shardim deb xotirib qo'yaman. Hozir reklama olib kelsam qaranglar. Mana Erondan o'tdim, Turkiyadan o'tdim, ba'zi davlatlardan o'tdim. Bu davlatlar tushunadimi agar reklama qilib kelaversam, ular qiziqadimi? Bular oxirida men Allohning uyiga borishimni bilmaydi-yu, faqat shu talant orqali obuna bo'ldi. Endi oxirida Allohning uyini ko'rib ozgina bo'lsam, ularga ham, sizlarga ham, menga ham savob yozilsa bo'ldi. Do'stlar, ko'pchilik san O'zbekistondan ham chiqolmaysan deb qancha yozgandim. Men O'zbekistondan ham qancha 40 kunda chiqib ketganman O'zbekistonda. Qancha kunlar yurdim, qancha sinovlar, hammasiga chidadim. Inshaalloh bu yog'i oz qoldi. Bir haftada inshaalloh bu yog'i endi yurish mumkin emas ekan. Cho'lda, Saudiyaning cho'lida mumkin emas ekan. Militsiyalar o'tib mashinaga chiqarib yuborar ekan. Shu sababli hozir vizani kutyapmiz. Inshaalloh chiqadi deyapti. Chiqsa zo'r bo'lardi. O'tib chegaradan to'g'ri Madinaga boramiz. Eslab qolinglar, Madinaga. Madinadan Makkaga keyin piyoda boriladi. Do'stlar, ungacha Makkaga borguncha 2000 ta odamga mana 100% obuna bo'lib tashlayman. Hozir 1000 tadan oshiq odamga obuna bo'lganman. Sizlar foyda ko'ringlar. Do'stlar, savob yozilsin, Allohning uyini ko'ringlar. Shuncha payt tomosha qildilaring, shuncha payt ko'rdilaring, shuni Ka'bani ushlagan joylarini ko'ringlar. Sizlarga savob yozilsin. Oxiratda qandaydir ozgina bo'lsa ham foyda bo'lsin shu narsalar. Men O'zbekistonda yuzini yerga qaratmayman. Hali zo'r cho'qqilar bo'ladi. Inshaalloh Allohning roziligi qilaylik birinchi. Ko'rib sizlar ham savob yozinglar. Bu hammasi Allohdan. Alloh taqdirimizni yozgan. Biz unga qarshi chiqamiz, aktiv uchun, u uchun, bu uchun. Mayli, hammasiga chidayman. Alloh bor-ku. Bu dunyoda abadiy qolmaymiz. Bir kun ketamiz hammamiz. Bu dunyoda hech kim qolmaydi.